Assalomu alaykum. Adam alayhissalom cennetten nega chiqarildi? Birinci savoliniz Hazreti Adem'in aleyhisselam cennetten ihraci ve bir kısım Beni Adem'in cehenneme idhali ne hikmete mebnidir? Birinci savolingiz. Adam aleyhisselamning cennetten chiqarilishi ve ba'zi bir odamlarning cehennemga kiritilishi qaysi hikmetga binoandir? Yani savolning mahiyati Adam aleyhisselam cennetten chiqarilishining hikmeti ne? El cevap. Hikmeti tavziftir. Hikmet vazifelendirilishdir. Demek bir vazife bilan chiqarilgan. Biz biladigan sabab u zahiriy sababdir. Cennetde man qilingan daraxtning mevasini yeb qo'yishi bu bir bahona edi. Asl maqsad, murad Adam aleyhisselam bir vazife bilan yerga tushirilgan. Qanday vazife deydigan bo'lsak, öyle bir vazife ile memur edilerek gönderilmiştir ki, shunday bir vazife bilan amr qilinib yuborilganki, bütün terakkiyatı manevi beşeriyenin ve bütün istidadatı beşeriyenin inkişaf ve imbisatları ve mahiyeti insaniyenin bütün esma-i ilahiye bir aynaya cami olması o vazifenin netayicindendir. Shunday bir vazife bilan amr qilinib yuborildiki, bütün beşeri manevi taraqqiyotning ve barcha beşeri istidatlarning açılışı ve kengayishi ve mahiyeti insaniyenin bütün ilahi isimlariga umumiy ayna bo'lishi ana shu vazifaning natijalaridandir. Demek ki inson yerga ko'p vazifalar bilan tushirilgan. Ana shu ko'plagan vazifalarning ichidagi eng muhim uchovi mana shu yerda aytilgan 3 vazifa. Uning birinchisi bashariyatning ma'naviy taraqqiyoti. Demek insonning 3 büyük vazifalarning biri insonning ma'nan taraqqiy etish. Yani hammamizga ma'lum inson ikki qismdan turadi. Biri vujud tana bo'lsa, ikkinchisi ichki olam ruh, qalbga o'xshagan aql, fikr kabi ko'plagan a'zolar bor, ma'naviy a'zolar bor, hissiyat bor, latoiflar bor. Ular hammasi taraqqiy etish kerak bo'ldi. Yani ular xuddi don kabi, urug' kabi o'sib o'nish kerak bo'ldi. Ana shu bashariyatning ma'naviy taraqqiyoti kerak bo'ldi. Inson ruhan taraqqiy etish kerak edi. Qalban taraqqiy etish, fikran taraqqiy etishi, aqlan taraqqiy etishi, mana shular hammasi ma'naviy jihatdan taraqqiy etishning hammasi mana shu vazifaning ichiga kiradi. Taraqqiyoti ma'naviy bashariyning ichiga kiradi. İkincisi ise bütün istidadatı beşeriyenin inkişaf ve imbisatı. Demek ki insanın ichiga qo'yilgan minglagan istidatlarning açılıp kengayishlari, xuddi donning açılıp o'sib o'nib daraxt bo'lish kabi insonning ham istidatlar, har bir istidat bu bir urug'dir, bir dondir. Har bir istidatning açılışı, uning inkişaf etishi mana shu biz biladigan sohalar, kasblar shaklida ko'rinadi. Masalan, hozir insoniyatning erishgan natijalarini ko'rsang, hayron qolasan. Yani nanotexnologiyalarni ko'rib, masalan, mikrochiplarni ko'rib hayron qolasan. Halbuki Adam alayhissalom yerga tushgan paytda bir igna, bir ip yo'q edi. Bir ip yo'q edi. Bir igna degan narsa bo'lgan emas. Ana shunday darajadan mana shu darajaga ketdi hozir. Shunday bo'lganki, insonning mana shu mohiyatiga qo'yilgan istidatlarning açılışı ve kengayishi insonning büyük 3 vazifasining ikincisi mana shu edi. Yani inson qiyinchiliklarga duch kelib, ular bilan kurashib, qandaydir bir yechim choralarni izlab, ana shunday har qobiliyat istidatlar ochiladi. Bir kuni ignani kashf qiladi, bir kuni ipni kashf qiladi, bir kuni balg'anni kashf qiladi, bir kuni chegani kashf qilib, shunday hozir mana shu kunga kelib endi samolyotlar, poyezdlar, kemalar, ana shu bular hammasi ehtiyojdan insonni harakat qilishidan, g'ayratidan, kurashishdan kelib chiqqan
natijalar. Mana shu inkishof bo'lish uchun kelgan. Üçüncüsü ise mahiyeti insaniyenin bütün esma-i ilahiye bir ayna-i cami olması. Ve insanın mahiyeti shunaqa bir shunday bir shaklda yaratilganki, Allohning bütün ismlariga umumiy bir ayna bo'la biladigan darajada yaratilgan inson. Tin surasida "Va laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim" deydi. Eng go'zal shaklda yaratdik deydi. Yani insonning mohiyati yani ma'naviy jihatdan ham, moddiy bo'lsin, ma'naviy jihatdan bo'lsin, juda mukammal, juda go'zal yaratilgan. Ve Allohning bütün qancha xil ismi bo'lsa, hamma ismlarini o'zida aks ettirib biladigan mohiyatda yaratilgan. Ana shu ayna bo'lish masalan. Bu insonning yerga tushirilishdagi vazifalarning birovi o'sh, uchinchisi o'sh. Halbuki boshqa vazifalar ham bor. Lekin eng muhim, eng buyuk bo'lgan, eng asosiy bo'lgan mana shu 3 vazifa. İşte o vazifenin neticendendir. Eğer Adam Aleyhisselam mesela cennette kalsa ne olardı? Eğer Hazreti Adam cennette kalsaydı, Adam Aleyhisselam cennette kalgandaydı, melek gibi makamı sabit kalırdı. O da ferişteye oxşab makamı özgermezden sabit kalır idi. Yani bu hazırki keşfiyatlar, tarakkiyatlar bo'lmasaydı. İstidadat beşeri inkişaf etmez. İnsani istidatlar, beşeri istidatlar açılmasıydı o peytte. Çünkü qiyinchilik yok, mashaqqat yok cennette. Hamma narsa muhayya, yani insanda dert yok. Kurash yo'q edi. Bir narsaga intilish, oldiga bir maqsad qo'yish degan bo'lmagani uchun shunaqa narsalar bo'lish insonda taraqqiyot bo'lmaydi. Albatta ki taraqqiyot bo'lmayki, istidatlar ham ochilmasdan shu don holatida qolib ketar edi. Ya'ni insonning istidatlari ochilmay qolar edi. Halbuki yeknesak makam sahibi olan melaikeler çoktur. Halbuki makamı bir mertebede kaladigan ferişteler ko'p deydi. Yani rivojlanmaydi. Ferishtalarda rivojlanish yo'q. Ularda o'zgarish yo'q. Ular tushib, ko'tarilib pastga tushish degan yo'q ularda. Yani maqam martabalari o'zgarmaydi insonga o'xshab. Shunday bo'lgan ekan ferishtalar ko'pdir. Yani maqami o'zgarmaydigan ferishtalar ko'p. O tarz ubudiyet için insana ihtiyaç yok. Yani maqam martabasi o'zgarmaydigan, o'zgarmasdan qiladigan qullarga ehtiyoj yo'q edi, kerak emas edi yani. Yani unaqa qullar bor. Qulchilik qiladigan maxluqlar bo'lgani uchun, ya'ni maqami o'zgarmaydigan maxluqning keragi yo'q, bu yerda ma'nosiz bo'lib qoladi, hikmatsiz bo'lib qoladi. Ya'ni shuncha farishta bor, u ibodat qilyapgan, maqami o'zgarmaydigan. Agar Adam alayhissalom ham yaratilib, jannatdan chiqarilmasdan maqami sabit qolib, faqatgina ana shu bir maqomda turib ibodat qilish uchun yaratilganda, u paytda farishtalarning farqi qolmas edi. U paytda uning yaratilishi ham ma'nosiz bo'lib qolar edi. Bekor bo'lib qolar edi. Shuning uchun demak Adam alayhissalomning yaratilishdan maqsad, murod boshqa bo'lgan. Ya'ni faqatgina farishtalar kabi ibodat qilish emas, balkim ma'nan taraqqiy etib o'sib o'nish qobiliyatiga ega bo'lgani uchun inkişaf etish uchun yuborilgan yerga. Belki hikmet ilahiye, belki ilahi hikmet nihayetsiz makamatı kat edecek, çeksiz makamlarını basıp ötedigen olan insanın istidadına, ana şunu basıp ötedigen insanın istidadiga muvafık bir darı teklifi iktiso ettiği için ana shunga münasip bir imtihan maydonini, imtihan joyini taqozo qilgani uchun, ya'ni yerni nazarda tutyapti. Darı teklif degan bu yer ko'ramiz. İnsanın istidadiga, taraqqiyatiga juda munosib bo'lgan joy bu yer. Chunki bu yerda kamko'slar bor, yetishmovchiliklar bor va insonning taraqqiyotiga juda bir muvofiq bir joydir. Ana shunday bo'lgani uchun melaikelerin aksine olarak, ferishtalarning aksiga olarak muktezai fitratlar olan insanın fitratının taqozosi bo'lgan ma'lum gunohlar, hammamizga ma'lum bo'lgan gunoh bilan, ya'ni yaqinlanma degan daraxtning mevasini yeyish gunoh bilan jannatdan ixroj edildi. Ana shu bahona bilan jannatdan chiqarildi. İnsanın fitratida bordir. Masalan, tegma degan narsaga tegish, qilma degan narsani qilib qo'yish, bu insonning fitrati shu.
insonning yaratilishi shunday bo'lgan ekan, Alloh taolo o'zining maxluqini juda yaxshi bilganligi uchun mana shuni shart qo'yib, bu daraxtga yaqinlamanglar deb shart qo'ygan. Endi inson fitratida bo'lgan uchun bir kun bo'lmasa buni yaqinlashini Alloh taolo azaldan bilganligi uchun shu shartni qo'yadi. Odam yaqinlaydi, bu bir bahona bo'ladi. Zohiriy sabab bo'ladi. Mana shu bahona bilan jannatdan yerga tushiriladi. Agar bu bo'lmasa, bu sababsiz, ya'ni gunohsiz, aybsiz yerga tushirilganda bu paytda savol tug'ilishi mumkin. Odam alayhissalom Alloh taologa savol qo'ydi. Nega yerga tushirding deyish mumkin edi. Shuning uchun yerga tushish uchun bir bahona kerak edi. Ana shu bahona bilan Odam alayhissalom yerga tushirildi. Bir haqiqiy hikmati, asl maqsad insoniyatning, odamzodning inkishof etib taraqqiy etishidir. Moddiy, ma'naviy qobiliyat istatlarning ochilib o'sib o'nishidir. Demak, Hazreti Adem'in cennetten ihracı, Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkarılışı aynı hikmet ve mahz-ı rahmet olduğu gibi aynı hikmet ve rahmetning o'zi bo'lgani uchun mahz-ı rahmet aynı rahmet bo'lganligi kabi kuffarın da cehenneme idehalleri, kafirlarning ham jahannamga kiritilishlari haqdir ve adalettir. Kafirlarning jahannamga kirishlari ham haq va adolatdir. Xuddi Odam alayhissalomning jannatdan chiqarilib yerga tushirilishi ayni hikmat va ayni rahmat bo'lgani kabi. Nega ayni hikmat? Chunki buni beda aytdi zaten, tepada aytdi. Hikmat bu istatlarning ochilib kengayishlari, ma'naviy taraqqiyot bo'lishi va Allohning butun ismlariga ayna bo'lishi bu hikmatdir. Endi rahmat jihati esa, mahz rahmat bo'lsa, bu insonning yerga tushirilishi tufayli taraqqiy etadi. Ya'ni farishtaning maqomida qolmaydi. Inson cheksiz maqomlarni bosib o'tadigan mohiyatda bo'lgani uchun oldida cheksiz maqomlarni bosib o'tishga imkon paydo bo'ladi. Bu esa albatta rahmatdir. Ya'ni farishtadan yuqori bir martabadir, yuqori maqomdir. Shuning uchun albattaki bu ayni rahmat bo'ladi. Undan boshqa insonning qobiliyat istatlari inkishof etadi. Masalan, ko'z albattaki ko'z ham taraqqiy etadi, quloq taraqqiy etadi. Masalan, eshitish qobiliyati, ko'rish qobiliyati masalan hozirgi kunda qancha xil taom bor, hammasini farqiga varamiz masalan. Odam alayhissalom tushgan paytda taomning turi juda cheklovli edi. Masalan, lekin inson faqatgina qurilish, texnika, texnologiya emas, balkim ovqat pishirishda ham taraqqiy etdi masalan. Hid olami masalan, ovozlar olami masalan. Tovushlarning qancha xil tovushlar bor masalan. Ranglar, suratlar, shakllar olami ham rosa taraqqiy etdi masalan. Shunday bo'lganki inson uchun bu rahmatdir. Chunki endi ko'zning martabasi oshdi, quloqning martabasi oshdi, tilning, burunning martabasi oshdi. Bularning bari albatta inson uchun ayni rahmatdir. Shunday bo'lgandan keyin insonning yerga tushirilib taraqqiy etishi ayni hikmat va ayni rahmatdir. Vassalom.